Dunyoda bir-biri bilan kelisha olmaydigan, urushmaydigan odam bo'lmaydi. Gap qochadi albatta. Qo'shnilarda oldida ham, og'aynilarda ichida ham har xil holatlar bo'ladi. Musulmon odam 3 kundan oshiq arazlab yurishi mumkin emas dinimizda. Mumkin emas. 3 kundan oshib ketadigan bo'lsa, u husumatlashayotgan odam, g'irromlik qilayotgan odam bo'ladida, unda munofiqlikning bitta alomati bo'ladi. 2 kun bo'lib qoldimi, 3 kun bo'ldimi, o'zimizga xulosa chiqardikmi, nima qilaylik? Hech bo'lmasa borib birinchi salomni berib qo'yaylik. Salom berib qo'yaylik. Maktabda birga o'qiganman deydi, armiyada birga xizmat qilganman deydi. Arzimagan dunyoning matosi deb o'rtalaridan gap qochib qolgan 20 yildan beri bir-biri bilan yuz ko'rmas. Marosimga kelsa bir-biri so'rashyapti, shundoq bir-biriga to'g'ri kelib qolsa, ikkovi ham qo'lini orqaga qilib o'tib ketyapti. Unda munofiqlikning bitta alomati bor. Musulmon musulmonning akasi, musulmon musulmonning ukasi. Ana shu vaqtda nafsni boshiga bitta urish kerak edi. Hech bo'lmasa borib salom bilan o'rtani isloh qilib qo'yish kerak. U musulmonni eng go'zal fazilati hisoblanadi. Alloh ham ana shu musulmonga barakani beraveradi.